Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugun sizlar bilan surat hajmi va o'lchami haqida gaplashamiz. Bu ikki narsa turli narsalar hisoblanadi. Ya'niki surat hajmi bir boshqa narsa va surat o'lchami ikkinchi bir boshqa narsa hisoblanadi. Buni bugun o'rganib olamiz. Demak, tepa qismimizdan Photoshopning asosiy bo'limlar panelidan image bo'limiga o'tamiz. U yerdan image size tanlaymiz, ya'ni image size bo'limini tanlaymiz. Uni ochib olganimizdan keyin e'tibor bersak, bu yerda ushbu aynan Photoshopda ochib olgan stock snap deb nomlangan suratimizda hajmi ko'rsatilgan. Hajmiga e'tibor bersak 60 megabayt ekan va o'lchamiga e'tibor beramiz. Pikselda 5610 ekan. Ya'niki bu eniga e'tibor bersak width va height esa, ya'niki balandligiga esa 3740 ekan. Shundan bilamizki, buning o'lchami anchagina katta o'lcham. Piksel aynan nima uchun ishlatilinadi? Bu deylik elektron o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'niki kompyuterimizda elektron shaklda tayyorlaydigan ishlarimizni piksel orqali amalga oshiramiz. Santimetr yoki millimetr esa bu odatda biz o'sha printerdan, pechatdan chiqaradigan ishlarimizda ishlatadigan o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'niki real hayotda ishlatadigan o'lchov birligimiz. Deylik santimetrga qo'yib ko'radigan bo'lsak, deylik mana shu piksellardagi hisob santimetrga o'girilganda mana shunaqa ko'rinishga kelyapti va deylik millimetrda yana boshqacha ko'rinishda. Demak, bu narsalar tushunarli. Inch nima deyilsa, inch ham o'ziga xos o'lchov birligi. Bu deylik 10 piksel 1 inch hisoblanadi. Shundan mana ko'rishimiz mumkinki, qanchadir hisob bilan mana shu deylik yuqorida berilgan piksellarimiz inchga o'girilganda shunaqangi holatga kelmoqda, ya'ni shunaqa o'lchov birligiga, shunaqangi razmerga kelmoqda. Pikselga qaytaramiz. Ana endi bizga muhim bo'lgan qismi resolution hisoblanadi. Resolution nima deyilsa, bu o'lchovning sifati hisoblanadi, ya'niki расширение deyiladi rus tilida. Misol uchun mana shu surat o'lchovidagi sifatni belgilab beradi. Resolution o'zi industry standard degan deylik keng tarqalgan standart mavjud. Bu standart 300 hisoblanadi, ya'ni 300 resolution hisoblanadi. Agar mana 300 resolutionga qo'yadigan bo'lsak, e'tibor bersak, suratning o'lchami juda ham kattalashmoqda va e'tibor bersak, hajmi ham kattalashmoqda. Endi bu qanday o'lcham deyilsa, bu piksel o'lchami edi. Mana e'tibor bersak 23375 eniga bo'ldi. 15583 bu balandligiga bo'ldi. Ya'ni shunaqangi kattalashib ketdi. Piksellar soni juda ham ko'payib ketdi. Endi tasavvur qiling, mana shu suratimizda nechta pikseldan mavjud yoki nechta piksel borligini bilishimiz uchun enini balandligiga ko'paytiradigan bo'lsak, shunda millionlagan o'sha piksellarni hisobini topishimiz mumkin bo'ladi. Resolutionni kamaytiradigan bo'lsak, surat o'lchami ham, hajmi ham kamayadi. Misol uchun mana 10 resolutionga qo'yadigan bo'lsak, e'tibor bersak, suratimizni hajmi ham 16 megabayt bo'ldi va deylik o'lchamlari ham kamaydi. Bu o'z-o'zidan. Endi 72 holatda turgan edi. Nima uchun unda deylik 300 ga qo'yib ishlatmaymiz standart bo'lsa desak, chunki biz tayyor suratni olyapmiz. Bu suratda o'zi resolution standart talabida qo'yilgan. Faqatgina biz yangi ish tuzayotganimizda, yangi dizayn bilan shug'ullanayotgan vaqtimizda albatta 300 resolutionda uni boshlashimiz kerak. Misol uchun mana new qilib yangi dizaynni boshlayotgan vaqtimiz resolutionda 300 ga qo'yib olishimiz muhim hisoblanadi. O'lchovi esa piksel inchda bo'lishi kerak albatta. Piksel santimetr boya aytganimizdek, bu bosmada, ya'niki pechat uchun ishlatiladigan o'lchovlarda qo'llaniladi. Demak, e'tibor bersak, suratga mana yaqinroq boradigan bo'lsak, yaqinroq qaraydigan bo'lsak, juda ham yaqinlashtirganimiz sari uni kataklarga bo'linishini ko'ramiz. Bu o'z-o'zidan rasterli grafikaligini va bu mayda kataklardan iborat ekanligini bildiradi. Resolution shunchalik kamayganligi sari kataklar soni ham kamayadi. O'z-o'zidan tasavvur qiling, kataklar soni har bittasi bitta rangni o'z ichiga oladi. Mana birorta mana shu rangli qismiga boramiz. E'tibor bersak, bitta katakda bitta rang bor. Bu nima degani? Kataklar soni qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p rang bilan juda ham yaxshi tasvirlaydi suratni. Endi kataklar soni kamaygani sari suratda o'z-o'zidan suratning sifati pasayadi.
o'z-o'zidan juda xira ko'rinadi. Ya'niki ranglar kam qatnashmoqda. Agar ranglar juda ham ko'p qatnashsa, ranglar jilosi juda ham ko'paysa, o'z-o'zidan suratning ham sifati yaxshilangan holatda bo'ladi. Shuning uchun ham biz ko'p eshitamiz bunaqa narsalarni. O'sha megapikseli ko'pmi, megapikseli kattami degan narsalarni, ya'niki video kameralarda, telefon kameralarida yoki o'sha fotoapparatlarimizda megapikseliga ko'p e'tibor beriladi. Bu aynan o'sha megapikseli katta bo'lgan kameralar deylik sifatli surat olishga mo'ljallangan hisoblanadi. Ya'niki katta pikseldagi deylik suratlarni oladi. Shu jihatdan ham biz bilishimiz mumkinki, suratning o'sha rezolusioni va bundan tashqari piksellarning soni o'z-o'zidan sifatni belgilab berishda asosiy o'rinda turadi. Endi tasavvur qiling, sifatsiz suratni, ya'niki birorta mana shu suratni sifatini pasaytiraylik. Misol uchun image size bo'limiga o'taman va sifatini pasaytiramiz. Misol deylik, bu yerdan deylik o'lchamini misol 200 qilaman. Mana avtomatik hozir linked holatida turibdi, ya'niki bog'lanib qo'yilgan. Enini 200 qilsam avtomatik balandligini ham shunga munosib qilib turib belgilaydi, proporsiya bilan. Endi mana yaqinroq boradigan bo'lsak, sifati juda ham pasaydi, juda ham xira. E'tibor bersak, o'sha surat, faqat kataklar soni kamaydi. Shuning hisobiga e'tibor bersak, hamma narsa juda ham xira holatda ko'rinyapti. Aniqlik yo'qoldi. Nimaga desa, ranglar soni kamaydi va o'z-o'zidan kataklar kamaygani hisobiga noaniqlik holatda ko'rinmoqda. Endi tasavvur qiling, xuddi shuni avvalgi holatiga qaytarib ko'ramiz. Deylik 2560 qilib turib, misol uchun beradigan bo'lsak, bu foydasiz bo'lib qoladi. Mana shunaqangi piksel bilan berdik, lekin mana e'tibor bersak, shunaqangi katta holatga o'tdi, lekin baribir foydasiz bo'lib qoldi. Nima uchun desa, kataklar soni ko'paydi, lekin sifat o'zgarmadi. Nima uchun deyilsa, chunki avvaldan sifatsiz bo'lgan narsani keyin sifatli qilib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, mana suratning o'zi sifatsiz holatda edi, uni endi kataklarini ko'paytirib sifatli qilib bo'lmaydi. Bu nima degani? Ya'niki tasavvur qiling, bitta misol sifatida tushuntirib beraman. Mana tasavvur qiling, mana bitta katak bo'lsa, mana shu bitta katak. Endi biz nima qilyapmiz? Misol uchun mana shu katakni sifatli qilamiz deb turib nima qilyapmiz? O'sha kataklar sonini ko'paytiryapmiz. Photoshop nima qiladi? Mana shuni nechidir qismga bo'lib tashlaydi. Misol uchun o'sha katakni deylik nechidir qismga bo'lib tashlaydi hozir. Xo'p, tasavvur qiling, mana shunaqa holatda bo'ladi. Tasavvur qiling, mana boshida bitta katak edi, mana shundoq katak edi. Keyin biz buni kataklar sonini o'sha piksellarni ko'paytirganimizdan keyin bitta katakni 4 ga bo'ldi. Tasavvur qiling, bitta bir butun bo'lgan vaqtda ham qora rang edi. Endi 4 taga aylangandan keyin, 4 ta katak bo'lgandan keyin ham u ranglar qoraligicha qoldi. Ya'niki ranglar soni ko'paymadi, shunchaki kataklar soni ko'paydi. Ranglar soni ko'paymaganligi hisobiga sifat o'zgarmadi. O'ylashimcha tushuntira oldim. Mana shu holatda demak suratni avvaldan, ya'niki o'sha suratga olish vaqtida deylik sifatli kamerada olish muhim hisoblanadi. Demak, ushbu darsimizda surat hajmi va suratning sifatiga bog'liq bo'lgan o'lchamlari haqida gaplashdik. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.